Nahorgi to'y oshining mazasini uy sharoitida 1 kilo oshda keltirishga harakat qilib ko'ramiz. Qanchalik o'xshat olganimizni kommentlarda yozib ketarsiz. 1 kilo osh uchun 300-400 gram atrofida yog'ni solib, oshimiz kichkina bo'lgani uchun birinchi bo'lib piyozni solib, tilla rangga kelgandan keyin go'shtlarimizni solib qovurib olamiz. O'rtacha kattalikda to'g'ralgan sabzilarimizni solib, ketidan yarim litr suvga 25 gram tuz qo'shib sovoramiz. Ozgina zira, ozgina zarcha va 100 gram noxatni bir kanaldan yuvitilganini solib, ustini yopib qo'yamiz. Guruchimizni 3 marta chayib, iliq suvga 1 soat yuvitib qo'yamiz. 100 gram magazni bitta chayib qo'shib yuboramiz. 1 soat yuvilgan guruchlarimizni solib, ustidan 10 gram tuz qo'shib, guruchlarimizni yoyib olib, ustiga tog'och yopib, tegini balandlatamiz. Yaxshilab parlanishni boshlashi bilan tegini pasaytirib, 20 minutga dimlab, 20 minut dimlangandan keyin shunaqa chetlarini ko'tarib, tegini pastlatib, yana 20 minutga dimlab qo'yamiz. Yana 20 minut parlangan guruchlarimizni endi ikkala tomonni yaxshilab aylantirib, tegini holatlarini ham ko'rib olamiz. Bizda zirvegina suvini o'zi yetdi, ortiqcha suv qo'shmadik. Ustiga ozgina zira sepib, tegini balandlatib, parlanib chiqishi bilan yana tegini past qilib qo'ygan holatda 20 minutga dimlab qo'yamiz. Oshlarimiz tayyor. Guruchlarning qanaqa yetilganligiga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Go'shtlarimizdan xil-xil bo'lib pishib, oshga o'zini bor xususiyatlarni baxsh etgan. Osh uchun ishlatilgan barcha mahsulotlarning gramlarini hamda vaqtlarini video ostidan topishingiz mumkin. Bu videoni uyda qilingan osh baribir o'xshamaydi-yu deydigan insonlarga yuborib qo'yinglar. Xuddi ertalabki nahorgi oshdan mazasi bilan birga bir bo'ldi deya olmayman, lekin qo'ldan kelgancha tayyorlashga harakat qildik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.